olayotgan gonoraringiz qancha bo'lgani va qaysi jangda? Deyarli har bitta jangimda misol gonorar bir xil. Lekin hozir aytadigan bo'lsam, anchagina Octagon Family'da jangchilar orasida muhokama bo'ladi, ligani reglamentini ham buzib qo'ygan bo'lamiz, lekin menga umuman farqi yo'qligini hisobga olgan holda za выход, ya'ni jangga chiqib kelish, kletkaning ichkariga kirdingmi bo'ldi, kafolatlangan $10,000. Undan tashqari g'alaba uchun beriladigan o'sha 5,000, 6,000, 7,000 raqibga qarab bonus pullari bo'ladi. Undan tashqari reklamalar bo'ladi, o'sha paytlar orqamizda turadigan flaglar, o'sha kompaniyalarda sponsorovat qilishi. Bitta jangda misol uchun umumiy 40,000, 50,000 ko'tarmasak, u riskovat qilib jangga chiqishni keragi yo'q. Shunaqa gaplar. Endi bu yog'iga nima bo'lishi, bizni peshonamizga qanaqa gaplar, sinovlar kelishi vaqt ko'rsatadi va